Variantga fura qidirib yurganlar diqqatiga. 30 ming naqd pul bilan mana shu furani egasi bo'lishingiz mumkin. Dafixef Euro 6 Krone perseplar komplekt holatda sotilyapti. Naqd pul sanab oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, narxini 55 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Naqd pulga yaxshigina kelishtirib beriladigan joylari bor. Birma-bir ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan tegash 440 ot kuchiga ega, yurgan masofasi 910 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Baklari faqat bir tomonda joylashgan, 845 litrli bak bilan jihozlangan, adbululari uzdirib qo'yilgan. Balonlarning holatini ham videoda ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu mana tegachchi orqa balonlarning holati. Oldi balonlarning holatini ham videoda ko'rsatib o'tib ketamiz. Prinsipi 2017-yilda ishlab chiqarilgan Krone prinsip, paletlari bor, moslari BPV mosti. Lenta akasi ham bor. Ichlari usilinli qilib qo'yilgan. Prinsipda ham tegashda ham hech qanday kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Ishlab turgan mashina. Telefon raqamlarini har doimgidek videoning past qismiga yozib qoldiramiz. O'zlariga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Andijon shahrida turibdi. Bu videoni variantga fura qidiruvga, fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Sotuvdagi yana ko'plab furalarni bizning Telegramdagi kanalimizdan topishingiz mumkin. Hammaga rahmat.